Tez o'tirib tur. Aha. Men uchrashuvga boraman, kelaman. Hop. Meni ham olib bor aka, men ham bor, ha. Ya sen borsang hozir gapirib qo'yasan unga. Bir og'iz ham gapirmayman aka. Agar bir og'iz gapirsang qaralik. Bo'ldi, gapirmayman aka. Мы дети из провинции, холодные подвалы. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Instagramda tanishgan sizni deysiz-a? Ha, mama. Ismingiz nima edi? Farangiz. Ha, Farangiz. Siznikichi? Meni ismim Murod. Meniki Sardor. Ya sen gapir, ya men gapiring. Xo'p aka. Nima ish qilasiz? Sir bo'lmasa? Men o'zim haqimda gapiradigan Aka, bo'lsam, men ham o'zim haqimda aytay. hozir o'tga oralatib beraman hozir. Indamay o'tir, jim bo'l dedim. Xo'p. Men o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, bir ikkita bizneslarim bor. Otamning katta o'g'liman. Menga sizni hech narsangiz kerak emas. Men boylik kuchadigan qiz emasman. Baxtli yashasam, yaxshi yashasam bo'ldi. Uka, siz ham gapiring. Endi men o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, oilada eng kichkina farzandman. Otamning hamma boyliklari menga qoladi. Akam boshlayotgan bizneslar ham menda qoladi. Qo'ylar, echkilar, sigirlar, buzovlar hammasi menda. Men yashasangiz boshqa yashaysiz. Hozirgina pul uchun seni hal qilmaydi degan edi-ku. Ukajon, yosh muhim emas, pul muhim. Aka, 2005 dan o'ynashmanglar. 2005 qishlag'on joyni jilib oladi.